$144 ming dollarga 8 sotixli ushbu ko'rib turgan xonadonlar sotuvga qo'yilyapti. 90-yillarning xitlari bo'lgan fasadga ishlatilgan kroshka. Kimni uyida shunaqa kroshkadan fasadga ishlatilgan bo'lganlar bo'lsa, izohlarda yozib ketasizlar. Kelgan manzilimizga aniqlik kiritamiz. Nazarbek notarius ko'chaga kelganmiz. Ko'ryapsizlar, ko'chalari asfalt bo'lgan, yon atrofida ham yaxshi uchastkalar joylangan bo'lyapti. Bu yoq tarafimizdan asosiy ko'chadan kelishuv bo'lyapti. Oldida masjid, bog'cha, parkingga hammasi joylashgan bo'ladi. Hamma kommunikatsiyalar kirgan, gaz, svet, suvdan muammo yo'q joylar. Sizlar bilan birgalikda xonadonni ko'rishsa davom etamiz. Oldi tarafidagi agrodini qaranglar. 5-6 metrlar bor. Endi siz bu yer hisobida agar foydalanaman desangiz, sotig'i $18 ming dollardan aylanyapti. Yo'ldan kirilishimiz bilan bu yoqda yerto'la joylashgan bo'lyapti. Hovliga e'tibor bering. To'ppa-to'g'ri burchak shaklda, fasad qismi 20, ichkariga 40 bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Endi restavratsiya qilib foydalansangiz ham bo'ladi, yoki-da bu yerga chiroyli qilib, loyiha asosida kotej qurib sotish imkoniyati bor. Quruvchilar bo'lsa, ko'ringlar, yomon variant emas. 7 ta xonasi bor, 2 ta sanuzeli bor. Bemalol yo'q tarafidan ham ko'rishingiz mumkin. Yo'q atrofida ham yaxshi uchastkalar joylashgan. Narxini eslatib o'taman, $144 ming dollar so'rashyapti. Albatta, yana kelishadigan joylari bor. Qiziqarli bo'lsa, raqamni qoldiramiz. Bemalol kelib ko'rib, xat hujjatini tekshirgan holatda savdosi barakasini qilsanglar bo'ladi. Bu videoni Nazarbek atrofidan qurilish uchun joy qidirganlar bo'lsa, yuborib qo'yasizlar. Inshaalloh manfaatli bo'ladi.